Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi obyektimizda City Mallda joylashgan Yakkasaroy rayoni Bratskiy Mogilyaga yaqin joy, katta yo'lning yuzi, 3 xona, 98 kvadrat, 2 kvadrat, 100 kvadratga yetmagan xonadonni obzor qilib ko'rsataman. Qani ketdi. Bitta sanuzul, 3 xona razdelli xonadon. Kirish qismi mashqdan boshlanyapti, qaranglar. Juda ham ranglari zo'r tanlashgan. Kirdingiz bu yoqda kattagina prostorniy koridorimiz bor. Bu yerdan bemalol o'tirib, bu yoqqa borsangiz bo'ladi. Shkaflarni qarang. Hammasi krashenniy. Bu yoqda gulimiz bor. Bu yoqda katta oyna. Bular hammasi krashenniy, emotsiya qilingan, juda ham zo'r. Buni zo'r tomoni shundaki, masalan, 1 yil yashagandan keyin bu rangdan charchasangiz, yana rangni o'zgartirsangiz, yana har yili xil uy bo'ladi, ranglari bo'ladi. Qarang, bu как zal o'rnida foydalanasiz. Mana shu joydan katta eshikdan kirdik, kattagina o'tiradigan zonamiz, mягкий zona. Televizor bu yerda 65 talik va bu yoqda oshxonamiz joylashgan. Oshxona ham anchagina prostorniy, keng qilingan, qarang. O'tiradigan stol stullarni ham bizlarga o'xshab ketar ekan boshqacharoq. O'tiradigan zonamiz, bu yoqda oshxonamiz, mana bular hammasi tosh. Lokatsiyaga keladigan bo'lsa, aytib o'tdim, lekin juda ham manzarani qarang, zo'rligini. Reshotkalar qilingan, panorama oyna. Ana bir xilda o'zidan-o'zi odam charchab zerikib qoladi. Bemalol bu yerda tomosha qilib, kayfiyatni ko'tarsa bo'ladi. Masjid yaqin, bog'cha, maktablar yaqin, suvda muammo yo'q. Hamma narsa zo'r bu yerda, hurmatli obunachilar. Narxi ham 100% sizga menimcha yoqsa kerak, chunki bu joyda bunaqa kvadratura, bunaqa narxda yo'q. Bundan qimmatroq topasiz. Spalnini qarang, kengligini, mana bu joy ham pol shkaf qo'rsangiz ham bo'ladi. Atay shkaf yetarli darajada. Bu yerda ayollarimiz uchun bo'yanadigan oynali zona, kattagina spalnimiz, qaniyamlarning dekorlari yomon zo'r qilishgan ekan bor. Mana bu joyga har xil narsalar suvenirlar qo'ysangiz ham juda ham chiroyli bo'lib qoladi. Konditsioner ham bor ekan. Qarang, yopilishlari juda ham zo'r. Eshiklar zo'r. Bu yerda esa sanuzulimiz joylashgan. Sanuzul, hurmatli obunachilar, bitta bu xonadonimizda общий sanuzulimiz bu yerda vanna qilingan, kattagina qilib. Zo'r qo'yishgan. Bu detskiy xonamizga bitta karavot qo'yilgan, lekin katta bu yoq. Bu yerga bemalol yana bitta karavot sig'dirsangiz bo'ladi. O'zining shkafi bor bu yerda. Bu yoqda esa mana kattagina balkoni bor. Mana shu to'rimizni ko'rib turganingizdan mall, Yakkasaroy City Mall bo'lyapti. O'sha yaqinda bitadi, past korzinka, devor yopiq, juda ham chiroyli devorlari. Xo'p, mana shu xonadonimizda sotuvda 98 kvadrat umumiy maydon tashkil qilgan bu xonadonimizni narxiga keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, 155 ming so'rovimiz. Ozgina sunnatiga o'tadigan joylari bor, kadastr hujjati joyida, propiska nolvoy, hech kim uyimizda yashamaydi. Ulgurib qolinglar, do'st izlayotganlarga tirs yuborib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Aytib o'tgan mana qip-qizil qilib yurishni bosib qo'yasiz degan umiddaman. Hammalarni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga xayr.